Jizzax viloyatidagi Go'zal Zomin milliy bog'i hududida an'anaviy o'tkazib kelinayotgan Zomin ultra marafoni bo'lib o'tdi. Unda 3000 dan ortiq ishtirokchilar qatnashdi. Bu yilgi musobaqa yanada keng ko'lamda tashkil etildi. Yugurish masofalari ko'paydi, yangicha faoliyatlar tashkil qilindi va bayramona muhit yaratildi. Bu yil marafon ekologik tashabbus ploging bilan boshlandi. Bu yugurish va chiqindilarni yig'ishni o'zida mujassam qilgan jarayon hisoblanadi. Ploging 2016-yili Shvetsiyada paydo bo'lgan ekologik fitness tendensiyasi bo'lib, unda yugurish bilan birgalikda chiqindilar yig'iladi. Ploging odamlarda tozalik hosil qilishga va boshqalarga ham atrof muhitga e'tiborli bo'lish kerakligini eslatadi. Biz o'tkazayotgan musobaqalar avvalgidan toza nomli ekologik dastur doirasida amalga oshmoqda. Markaziy Osiyoda ilk bor ana shunday ekologik yugurishni tashkil qildik. Bu kabi tadbirlarda o'rtacha 100 dan ziyod odam qatnashadi. O'tgan yilgi eng katta marafonimiz Samarqandda bo'lib o'tdi va ishtirokchilar soni yil sayin oshib bormoqda. Marafondan so'ng qolgan plastik shishalar darhol yig'ilib qayta ishlashga yuboriladi. Bo'layotgan musobaqalarda qatnashib turaman. Bakalashga teryapman. Rosa tabiatni tozalash uchun o'yin bo'lyapti-ga. Tadbirda nafaqat yurtdoshlarimiz, balki xorijlik mehmonlar ham qatnashdi. Yoshlar o'rtasida kamondan otish bo'yicha musobaqa tashkil etildi. U katta qiziqish bilan bo'lib o'tdi. Ayrim yoshlar ilk bor bu sport bilan tanishdi va juda ko'plarida qiziqish uyg'ondi. O'zimiz yurtimizdagi barcha yoshlar fuqarolar bilan birgalikda yoshlar bilan kamondan otish bo'yicha mahorat darslari o'tkazildi. Shu bilan birgalikda yoshlar o'rtasida kamondan otish sport musobaqa ham o'tkazildi. Musobaqada juda ham bir qizg'in tarzda boshlanmoqda. Ayrim bir yoshlarimiz kamonni birinchi marta otib ko'rganda kamonga bo'lgan ularda qiziqish yana ham bir uyg'ondi. Albatta o'ylaymizki, hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan sportga bo'layotgan e'tiborlar, yoshlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlardan albatta barcha yoshlar juda ham bir keng foydalanishimiz kerak. Ploging marafoni yakunlanganidan so'ng barcha qatnashchilar maxsus medallar bilan taqdirlandi. Bu medallar to'liq katta ishlangan plastikdan tayyorlangan bo'lib, har biri taxminan 17 ta baklashka qopqog'idan yasalgan. Bu tadbirning atrof muhitni muhofaza qilishga qanchalik sodiq ekanligini yana bir bor ko'rsatdi.